Hurmatli samarqandliklar, jamoat transportidan foydalanuvchilar. Albatta Samarqand shahrida jamoat transporti borasida bir qancha yangiliklar amalga oshirib kelinyapti. Mana sizlar uchun yana bir qulaylik yaratildi. Bu albatta o'sha to'lov borasida. Avvalgi xabarlarimizda aytib o'tganimiz, o'sha jamoat transportida to'lov shaklini, elektron to'lov shaklini ikki xil usuli mavjud edi. Bu bank plastik kartalari hamda hatto yagona transport kartasi orqali. Endi esa bevosita barcha bekatlarda o'rnatilgan infokiosklar orqali siz QR kodli chek olib jamoat transportida yo'l kira haqini to'lashingiz mumkin. Bunda aynan mana shu avtobus QR kodli chek olish bo'limini bosamiz. Telefon raqamimizni kirgizamiz. Nega telefon raqamimizni kirgizamiz? Albatta buni ham tushuntirib ketishimiz kerak. Bunda agar siz 5000 so'mlik yoki 10000 so'mlik qiymatdagi summa pulni kirgizsangiz, sizda o'sha 2000 so'mdan qolgani sizni telefon hisobingizga kelib tushadi. Marhamat, biz hozir mana 2000 so'mni kiritamiz. 2000 so'm qiymatdagi pulni kiritdik, to'lash tugmasini bosamiz. Bizga endi QR kodli chek beradi. Xuddi mana shu chek orqali biz jamoat transportida yo'l kira haqini to'lashimiz mumkin. Bu chekni avtobusda o'rnatilgan validatorga borib tekizamiz, ya'ni o'sha qurilmani tagida alohida mana shu chekni skanerlash uskunasi bor. O'sha yerda skanerlaymiz va jamoat transportida yo'l kira haqini to'laymiz. Hurmatli jamoat transporti foydalanuvchilari, barchangizni jamoat transportidan naqd puldan voz kechib, mana shunday to'lovlar orqali, ya'ni elektron to'lovlar orqali jamoat transportida yo'l kira haqini to'lashlaringizni so'rab qolamiz.